Allo? Kartenga pul tashab qo'ydim. Men bugun bora olmayman. Ayolim mazasi yo'q. Sen uni aytgan doktoringga o'zing borib ko'rinib turgin. Keyingi safar birga boramiz, xo'p? Ha, aytgancha. Men senga iPhone 7 Pro Max olib qo'ydim. Nima deyapsan? Gapir. Yana xaraktering ko'rsatsan menga? Hamma narsaga qilib berayotgan bo'lsam, yeganing oldingda, yemaganing ortingda bo'lsa, xo'p, men nima qilishim kerak hozir? Ikkiga bo'lina olmayman-ku. Uyda ayolim mazasi bo'lmayapti. Sen ham bu yoqdan kasal bo'lib o'tiribsan. Xullas, o'zi amallab tur, yosh bola emassan. Kartenga pul tashab qo'ydim. Ani o'rtog'im eri bilan Maldiviga ketyapti ertaga. Bizachi, даже Chorvoga ham chiqqanimiz yo'q shu paytgacha. Erini sharoiti yaxshidir-da. Yo, bizaniki hech qachon yaxshi bo'lmaydi, hech qachon. 50 ming? Nimaga yetadi bu? Uyga kerakli biriksa narsani olib turgin bo'ldi. Men faqat uyga kerakli narsani olaman. Men ham do'konga kirganda nimadir ichkim, yegim keladi. Erkak bo'lib sharoitni yaxshilashga ham harakat qilmaysiz. Namuncha termildingiz, shu 30 ming soatingizga odamlar harakat qilib $300 ga, $3000 ga ham soat taqyapti. Sizchi? Har safar seni ketaman degan gapingdan charchadim. Sharoitim yo'qligi uchun men bilan yashashni xohlamayotganingni ham juda yaxshi bilaman. Lekin bu safar seni ushlab qolmayman. Ketsang ketaver. O'zim sabr qilmay ajrashdim. Noshukrchilik qildim. Ajrashib boshqasiga desam, yaxshi yashayman deb o'yladim. Bularda pul yo'q edi. Lekin e'tibor bor edi. Hozircha pul bor, lekin e'tiborga zorman. Mana o'sha holaga hayot.